Elbette yeni bir haber hürmetlik vatandaşım bundaq mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministri Amerika Jungo savdo talash tartishi yoki kelishim imzolash bilan yoki tamojni beji qo'yish bilan hal bo'ladi dedi. Mavzuli xabar 5-oyning 2-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministri Wilbur Ross haftaning 2-kuni Beijingga ziyoratga mangdi. Jungoning yuqori darajalik amaldorlari bilan haftaning 4-kuni suhbat o'tkazishdan burun Amerikaning simliq televiziyasi CNNning muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Agar Amerika suhbat vakillari umumiy Jungo hukumati bilan ikki taraf o'rtasidagi savdo qizil raqam masalasini hal qilish uchun kelishim hosil qila olmasa, Prezident Trump hukumati Jungoga ustilab tamojni beji qo'yishga tayyorlanib qo'ydi. Savdo ministri Wilbur Ross o'xshashla mundaq ko'rsatdi. Dunyoviy iqtisod ikki davlat o'rtasida savdo jiddiy munosabatlarni kelishim imzolab hal qilishga bir oz umid bor ekanligini bildirdi. Aqsaray haftaning 1-kuni Amerika savdo suhbat vakillarining kimligini e'lon qildi. Bu qatam Moliya ministri Steven Mnuchin yetakchiligidagi vakillar umigining ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo vakili Lighthizer, savdo ministrligining ministri Wilbur Ross, Aqsaray iqtisod maslahatchisi Peter Navarro, Aqsaray iqtisod komitetining mudiri Larry Kudlow hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining Beijingda turishliq bosh elchisi Brandstad va yana boshqa bir necha nafar ma'muriy amaldorlar bor edi. Wilbur Ross 5-oyning 1-kuni CNN ismli televiziya muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Agar suhbatda kelishim hosil qila olmasak, undaqda biz savdo qonunining 232-moddasiga asoslanib yana 301-tekshirish moddalariga asoslanib qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Jungo bilan o'rtada o'zliksiz o'rtaga chiqayotgan masalalarni hal qilishimiz kerak. U yana mundaq ko'rsatdi. Ikki taraf imzolagan har qanday shakllik bir kelishim avval Prezident Trumpning tasdiqlashiga erishish kerak. Prezident Trump savdo qizil raqamini azaytishni Prezident Trump savdo siyosatining eng muhim tarafi deb qaraydi. Wilbur Ross mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo o'rtasida savdo tengsizligining miqdori intayin zo'r. Bu masala tarixiy masaladir. Agar suhbatga umidvor bo'lmasak, Jungoga ziyoratga bormagan bo'lardik. Bu xabarlar yozilgan inkaslar birinchi Jungo tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, qonunni qalqon qilib olmaslik kerak, tarixiy hujjatlar birdak inovatsiz deb ko'rsatdi. Xabarimiz shu yergacha bu xabar qisqa bo'ldi. Unda vatandoshlarning o'zining boshida aytgandek, men bir kun yoki 2 kun kechikib qolishim mumkin. Bu qatam baxtli bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.